1954-yilda kalamush ustida shunaqangi tajriba o'tkazilgan ekanki, hayron qolasiz. Bir qutini ichiga kalamushni qo'yib, yeydigan ovqati, urg'ochi kalamush va bitta qizil tugma. U tugmani bosadigan bo'lsa, miyasiga ajoyib bir zavq boradi. Oradan vaqt o'tdi, kalamush o'sha qizil tugmani bosib yuribdi. Miyasiga ajoyib bir zavq bor ekan. Oradan vaqt o'tdi, yana ovqat ham yemay, urg'ochi kalamushga ham qaramay, faqat yana o'sha tugmani bosib yuribdi. Va oxiri 1 soatda 7000 marotaba bosib yurgan ekan. O'lishi ham o'sha tugmani bosib yurgan ekan. Endi bu formulani tugagan deb o'ylasangiz adashasiz. Bu formulani hozirda ijtimoiy tarmoqda foydalanishadi. Instagram, YouTube, TikTok kabi platformalarda. Siz videoni o'tkazaverasiz. Yaxshi video chiqadi, lekin chiqmaydi. Vaqtni behuda sarflamang, undan ko'ra Qilichsiz samuray kitobini o'qing, foyda beradi. Bu videoda esa ijtimoiy tarmoqda ko'p o'tiradigan do'stlarimizga yuborib qo'ying va albatta Telegram kanalimizga ham obuna tashlab qo'ying. Salomat bo'ling.